Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi foydali videorolikimiz avtomobilda Lada avtomobilida kalitcha yonib qoladi. Shuni qanday o'chirishni ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun zajganiyani ochamiz va zajganini ochganimizdan keyin bu yerda kruschaning rasmi sariq bo'lib yonib turadi. O'shani qanday qilib o'chirishni batafsil ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun avtomobilimizning o'ng tarafidagi, ya'ni dvornikni qulchatilida ikkita knopkachasi bo'ladi. Tepadagi va pastki knopkasi. Tepadagi knopkasini bosib, mana hozir videodagimizda bosamiz va yana bosamiz va yana bosib, qachonki ham mashinacha bilan strelkacha kelguncha bosib o'shani topib olamiz. Hozir bizning videorolikimizda o'sha biz Mergin servisning kruscha o'chirilgan, lekin qanday bo'lishini ko'rsatib o'tyapmiz. O'chirishning oson yo'li o'sha tepasidagi knopkani 3 sekund bosib turasiz, margayt qiladi mashinacha, shu bilan muammo hal bo'ladi. Buning uchun hech qanaqa skaner kerak emas. Oddiy kalitni ochib, o'z bortoviy kompyuterda qilsa bo'ladi. Video foydali bo'lgan degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Chip Prime'dan uzoqlashmang. Chip Prime'ni kuzatib boring.